Hurmatli kuzatuvchilarimiz, xuddi yangi modelimiz faqat 9 gramm hisoblanadi. Buni hamma grammidan bor. Hozirgi kunda haqiqatan ham to'ylar uchun yaxshigina sotilib turgan va eng so'nggi urfdagi model hisoblanadi. Buni narxlarini chiroyli etib arzon etib berdik. Rossiyskiy sifatli tillar, xudo xolasa, yaxshi niyatda buni to'yga xarid qildilar. Tillarimizni egalarimizga tabriklaymiz. Yaxshilikqa nasib etsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu sotuvimizni ko'rsangizlar bo'ladi. Hozirgi kundagi eng topdagi to'ylarga yaxshi xarid qilinib turgan modellardan hisoblanadi. Dorika, so'm oltin, mulk oltin hisoblanadi. Xudo xolasa yaxshi niyatda to'yga kelinlarni xarid qildilar. Tabriklaymiz. Yaxshilikqa nasib etsin. Razimsiz bizlardan? Razıma. Baholar qanday? Domuzor kelishtirib, normalniy deb berdi. Tilaklaringiz bo'lsa ayting. Xudoyim hamisha alg'a bo'lsin, eldinda sog' yursin. Xudoyim yaxshi kunlarga bizlar ham yumshoq qilgan topqalar yaxshi kunlarga yumshasin. Sizga ham farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Navbatdagi xaridimiz shunday. Batinskiy brilliantimiz bo'ldi. 3,5 karatlari 14 grammi. Ajoyib narsa oldi. Klientimiz qoshlari oppoq. Qoshlarni yaltillashini qarang. O'sha qo'shgan narsa oldilar. Enamizga bu. Onajonimizga. Sizgami? Omad. To'ylarga to'g'rilaning. Undan ham yaxshilarni yetirsin. Qaytdan qaytga yetirsin Allohim. Rahmat, o'zingizdan bayram. Bu qiz yo'q edi boshda. Yana buni oldilar. Havo Toshkentda turadi qizimiz. Men shuni oldilar. Yo'q, buni taqinmaying, blatnoyindan bering dedi. Eng yaxshisidan berdim. Omad ishlarga.